Hayyo obunachilar do'stlar, sizlar bilan men Ender va bizning YouTube kanalimizga qaytdik. Va bugun biz ajoyib takoy sheydir bilan survival qilamiz do'stlar. Xullas, aktivni ko'taringlar, mana endi sifatli videolar chiqadi. Xo'sh, kelinglar, birinchi bo'lib o'yin ovozini ochib olamiz. O'yin ovozini ochib maksimum qilsak, yanada takoy ishlar. Men bir realistik modni ko'rasizlarmi? Yo, bu modmasda sheydir. Agar bu sheylarni xohlasalar, men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimning silkasi albatta shu videoning kommentariyasida bo'ladi. Keyin yana bir narsa, bu sheylarni Telegram kanalimga tashlashim uchun sizlar obuna bo'lishlaring kerak va biza 200 ta bo'lishimiz kerak. O'yin biroz qotyapti, chunki men changni balandroq qilib olganman. Agar jah qotib ketsa keyin tushiramiz. Men bu suvni takoyligini qaranglar. Spawnimiz ham, ochig'ini aytsam, normalniy joyda spawn bo'ldik. Bunaqa joyda har kim ham spawn bo'lmaydi. Oldimizda tosh va ko'mir bor ekan. Shader konversiyaga qo'shilmabdi. Afsus. Xullas, haligacha ham meni kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sizlar hali ham orqada qolib ketgansizlar. Ya'ni hali ham sizlar normalniy sidlarni bilmasdan yuribsizlar. Shuning uchun meni kanalimga obuna bo'ling, Telegram kanalimga qo'shilib qo'ysalaring, shunaqa sidlarni topib, maza qilib o'ynashlaring mumkin. Lekin hozirgi survival qilayotgan bazamizga sid termaganman. Shuning uchun buni sid demanglar. Prosta survivalga sid terib o'ynagim kelmadi. Aytgancha keyin men bu bazamizga bitta zo'r modni qo'shmoqchiman. Agar sizlarga yoqsa plus yozasizlar, yoqmasa minus. Hozir esa uni nimaligini aytaman. Minecraft Legend levelimiz oshgan sari jonimiz ko'payib boradi modini qo'shmoqchiman ikkinchi qismida. Bir level bo'lsa bitta jon bo'ladi. 2 level bo'lsa 2 ta jon, shunaqa oshib ketaveradi darajamiz. Shu modni qo'shmoqchiman. Agar sizlarga yoqsa plus, yoqmasa minus deb yozib qoldiringlar. Bu atak yaxshi ideya. Hozir biz endi toshdan kuchayib olamiz. Toshdan pechka ham yasab olamiz. Xo'p, keyin men ana bu yerda ovqat ko'ryapman. Kelinglar, bu yerda shuni ham olib ketamiz. Ovqatdan muammo bo'lmasligi uchun. Ovqatdan muammo bo'lmasa yaxshi ish bo'ladi. Yaxshi ham o'zi taygada spawn bo'lib, taygada qishloqchilardan tez uchraydi. Xo'p, endi biz mana shu daraxtni chopib olamiz. Xo'p, obunachilar, do'stlar, biz qishloqni nihoyat topdik. Men bu onlarni juda uzoq kutgandim.
Biz oxirgi qo'yimini olib ketishimiz kerak. Albatta bu bizga divan uchun kerak. Xo'sh, endi biz o'zimiz uchun yashab qolish va tirik qolish maqsadida uy qurishni boshladim. Bu uyim takoy bo'lmasa ham, lekin keyingi qismda takoy qilishga harakat qilaman. Shuningdek, hozirdan aytib qo'ymay, kelajak qismga bitta zo'r ideya bor. Orqali biz boyib ketamiz. Hop, o'tlarni buzib olib, mana bu yerdan yana bir 3 ta bulib qo'ysak ketadi. Inay keyin yonboshini olib chiqamiz. Oynaga joyini qoldirmaymiz. Oynaga joyini keyinchalik ochamiz, sal keyinroq. Xo'sh, biz mana bularni endi yonboshini o'rashga navbat. Xullas, o'yin qotgandan keyin men o'xshamagan modlarimni ham qo'shganim uchun o'xshamagan modlarimni ham olib tashladim va o'yin qotimadi. Ya'ni o'yin qotimadi. Bu changtan emas ekan. Shunchaki ko'p mod qo'shib yuborgan ekanmiz. Kelinglar, kechqurun tushyapti. Tezroq polni qurishimiz kerak. Mayli, uxlovdamiz, uxlab. Yaxshi, birinchi tunimiz. Minecraftda birinchi tunimiz. Yana yog'ochlarni qilamiz. Xullas, endi biz oynalar uchun qumlarni yig'ishimiz kerak. Mana bu itni tashlab ketganimga ancha afsuslanaman chog'i. Bu it hali bizga juda ko'p kerak bo'lar edi. Tomini yopamiz, pechkaga solib qo'ygan qumlarimizga ham e'tibor berib turish kerak. Bizda yog'och kerak ekan, yog'ochdan biz sandiq yasaymiz. Sandiqqa kerak emas narsalarimizni solib qo'yamiz. Va inaki oynalarni qo'yib bo'lib, biz qishloqning boshqa joylariga borib, lut qilib kelamiz. Xullas, endi bizda oynalar bor. Bu oynalarni uyimizga qo'yib chiqsak, uyimiz tayyor bo'ladi deyarli. Uyimizni kelasi qismda tomini chiroyliroq qilamiz. Jitlarning uyi anaqa zinapoyalarda bunday 3 burchak bo'lib chiqdi-yu. Chiqqan-ku, xuddi o'shanga o'xshatibroq stilini shunaqa qilamiz. Bizga ko'p ovqat kerak bo'lgani uchun men bu tarvuzni ham olib oldim. Chunki yo'lda yeb ketishim kerak. Men hali qishloqni bormagan joylarim juda ham ko'p. La'nat, mana shu loylar yomon menga xalaqit berishdi-chi. Hop, mana bu uychada zo'r narsalar bo'lishi kerak. Odatda temir chiqadi-yu, mayli qarab ko'ramiz, kerak-ku axir. Xo'sh, ochamiz. Yo, olmos chiqdi. Olmos do'stlar, bitta ham emas, 3 ta. Va bu qanaqa omad bo'lishi mumkin? Yo do'stlar. Endi omadli deb kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men albatta kutaman.
Hop, qani endi bu uyga ham kirib ko'ramiz. Bir tilli foydasi narsa chiqishini bilaman. No, kerak bo'lib qoladigan narsa ham bo'lishi mumkin. Non kerak. Kompas ham kerak, lekin hozircha emas. Tura qolsin shu joyida. Endi pastga tushamiz. Pastdan biz yana bitta shuni qo'yib, qani bu uyda ham olmos chiqarmikin? Qani yo'q, bu yerda temir, non yo'q, hammasi kerakli narsa ekan. Hammasini olamiz. Endi biz uyga qaytishimiz kerak. Kechqurun tushyapti. Har kechqurun. Ana, bilib yetdi ham buzishim kerak. Butun qishloqni buzib tashladim o. Bolalar nimaga uxlaylar uylarga kirib? Eshigim yopib ketgandimi? Qaysi pidarazitel ochib ketdikana? Mayli. Qani yeymiz, yaxshi yeymiz, narsalarimizni endi sandiqqa solib qo'yamiz. Hop, ishtonni siz yurishga deb ishtonni kiyib olamiz. Xo'sh. Uxladi. Nihoyat. Xullas, video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan men Ender bola bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.